Va nihoyat Barselona 7 yildan so'ng katta transfer bozoriga qaytdi va naqd 80 million yevroga Newcastle vingeri Anthony Gordonni sotib oldi. Nega 7 yil deyapman? Sababi bu vaqt oralig'ida Barsa deyarli katta transfer amalga oshirmadi. Ha, bo'ldi 40 million yevrolik transferlar, biroq 80 million yevro bu menimcha juda ham katta summa. Umuman olganda Barselonaning oxirgi eng katta transferi 2019-yil o'sha Antoine Griezmannni 120 million yevroga jamoaga olib kelgani bo'ldi va undan keyin biz Barselonani yirik transferlarga guvoh bo'lmadik. Va mana endi futbol muxlislariga Everton, Newcastle jamoalari va Angliya milliy terma jamoasi safidagi o'yinlari bilan yodda qolgan Anthony Gordonni sotib oldi. Anthony Gordon kim? U Barselona uslubiga tusha oladimi? Flickning falsafasida o'ynab keta oladimi? Uslubi qanday? Keling mana shu savollarga birma-bir javob berib o'taman. Undan oldin futbolga oid mana shunaqangi tezkor xabarlardan quruq qolmaslik uchun kanalimga obuna bo'ling. Unda boshladik do'stlar. Anthony Gordon o'zi qanday o'yinchi? Uslubi qanaqa? Anthony Gordon zamonaviy futbolning eng yorqin chap qanot vingerlaridan biri. Uni maydondagi haqiqiy motor deb ta'riflash mumkin. Uning eng katta quroli start tezligi. O'ng oyoqli bo'la turib chap qanotda o'ynagani uchun u chiziq bo'ylab yugurishdan ko'ra ko'proq markazga, ya'ni jarima maydonchasi ichiga qarab keskin yorib kiradi. Gordonning ajoyib tarafi u to'pni oldirishi bilan darhol agressiv pressingga kirishadigan o'ta mehnatkash vinger. Pressing qiladigan hujumchilar esa zamonaviy futbolda olmosga teng. Buni mendan yaxshi bilasiz. Oxirgi yillarda uning so'nggi qaror qabul qilishi, zarba berish yoki aniq pas berish uzatishi anchagina yuqori darajaga chiqdi. U vaziyatlarni golga aylantirish instinktiga ham ega. Endi savol tug'ilmoqda, Barselonaga Gordon tushadimi? Ha, u hozirgi Barselonaga ajoyib nomzod. Hansi Flick boshchiligidagi jamoa o'ta yuqori intensivlik, tezkor vertikal hujumlarga va yuqori pressingga tayanmoqda. Gordon esa aynan shu elementlar ichida tug'ilgan. Plyus tomonlari mukammal balans, ya'ni o'ng qanotda Lamine Yamal o'zining kreativligi va texnikasi bilan o'yinni tashkil qilsa, chap qanotda Gordon o'zining agressiv tezligi va raqib himoyasini yorib kira oladi. Bu esa hujumda super tandemni yaratadi do'stlar. Flickning tizimiga moslik tarafi ham bor, ya'ni Gordonning chidamliligi va to'psiz harakatlanishi jamoani qarshi hujumlarda dahshatli darajada tezlashtiradi. Flick aynan mana shunaqangi futbolni talab qiladigan murabbiy. Shunday ekan, Gordonning Barselonaga o'tishi bu yozning eng yaxshi transferlaridan biri bo'lishiga ishonchim komil. Bu so'zlarimni